Demak, bu tizim qanday ishlaydi? Charx-falak yogalar almashuvidan iborat ulkan doiralar va yogalar ichidagi eralar almashuvidan iborat kichik doiralardan tashkil topgan. Har bir era o'zining betakror energetikasini tashiydi. Yengil va barokatli davrlardan tortib, og'ir va vayronkor davrlargacha. Bu dunyoda hamma narsa duallikdan, juftlikdan iborat. Bu sikllar, ya'ni davrlar, shunchaki vaqt emas, balki yaratuvchi inson ruhini o'tkazadigan ulkan elak, sitodir. Har bir sinov, har bir og'ir era sizning ichki irodangiz, ya'ni stержningiz qanchalik mustahkamligini, moddiyat og'irligi ostida sinib qolmasligingizni va sizning tanlov huquqingiz qanday qaror qabul qilishini tekshiradi. Energiyalarning ushbu raqsida faqat siz o'zingiz qaror qilasiz. Nurga qarab yuqoriga ko'tarilishni yoki soyada qolishni. Baliqlar erasining yakuni, haqiqat parchalari va qovg'aning kelishi. Oxirgi 2800 yil davom etgan baliqlar erasi inson ongi uchun eng buyuk sinov davriga aylandi. Bu davrda asl bilimlarning butkul buzib ko'rsatilishi yuz berdi. Haqiqat butunlay yo'qolib ketmadi, biroq u ko'zgu kabi parcha-parcha bo'lib ketdi va yolg'on bilan qorishtirildi. Istalgan ta'limot, din yoki fanda haqiqatning faqat kichik bir qismi qoldi, xolos. Qolgani esa uydirmalar ummoniga g'arq bo'ldi. Koinotning asl chizmalari yashirildi yoki yo'qotildi. Insoniyatga esa faqatgina sochilib ketgan jumboq, puzzle kabi parchalari qoldirildi. Ammo baliqlar vaqti o'z nihoyasiga yetdi. Charx-falak bu eradagi o'z aylanishini yakunlab, taxtni navbatdagi hukmdor Qovg'aga, ya'ni asl ismi Kubhaga topshirdi. Biz esa uni Qovg'a deb ataymiz. Shunday qilib, Qovg'a u Kali yugani boshlagan edi va aynan uning o'zi ushbu yuga Kalini yakunlaydi. U jumboqning barcha parchalarini bir butun qilib yig'uvchi va baliqlar erasining tumanlari ichida yashiringan sirlarga nur sochuvchi zotdir. Bu niqoblarning yechilish vaqtidir. Totem hayvonlar almashinuvi. Tulki davridan bo'ri davriga. Shuni bilish muhimki, har bir erada, epoxada zodiak yulduzlaridan tashqari totem hayvonlar ham almashinib turadi va ular insonlarning xulq-atvorini belgilaydi. Baliqlar erasida o'tgan barcha asrlar davomida taxtda tulki turgan edi. U dunyoga hiyla-nayrang tushunchalarini soxtalashtirish va makkorlik energiyasini olib keldi. Insonlar bu qoidalarni qabul qilib, aldovni san'at, din va siyosat darajasiga ko'tardilar. Ammo 2012-yilda tulki o'z taxtini bo'riga topshirdi. Makkorlik o'yinlari va niqoblar vaqti tugadi. Ha, hozirda biroz asoratlari aylanib yuribdi, ammo tez orada bu barcha niqoblar yechib tashlanadi. Bo'ri bu or-nomus, haqiqat va ildizlarga qaytish totemidir. Tozalanish davri boshlandi. Endi tulkining barcha yolg'onlari fosh etiladi. Tulki o'zining makkorona hiylalari bilan suqilib kirdi. Insonlarning mehribonligi va ko'r-ko'rona ishonchidan foydalanib, u dinni nazorat qilish quroliga, ma'naviyatni esa manipulyatsiya, ya'ni ongni boshqarish usuliga aylantirdi. Tulki insonlar aldovni eng kam kutgan joyda o'z uyasini qurdi. Bularning barchasi 100 barobar kuchaydi. Chunki biz hozirda maksimal jarohat davri, Kali yugada turibmiz. Ushbu temir asrda tulki insonlarni yolg'onni bu haqiqat, qullikni esa bu erkinlik ekanligiga ishontira oldi. Tulkining makri bilmaslik mas'uliyatdan ozod etmaydi. Tulki o'ta makkor edi. U haqiqatni butunlay yo'q qilib tashlamadi, balki u yolg'on ummoniga eritib yubordi. Nima uchun? Toki insonning yakuniy, eng og'ir imtihonida imkoniyati bo'lishligi uchun. Hozirda asosiy vazifangiz haqiqatni uning soxtalashtirilgan shaklidan ajratishni o'rganishdir. Toki siz yolg'on ichidagi o'sha kichik haqiqat zarrasini ko'ra olmas ekansiz, ongli ravishda tanlov ham qila olmaysiz. Endi esa eng muhim va qat'iy ogohlantirish: bilmaslik, ya'ni bilimsizlik mas'uliyatdan ozod etmaydi. Yo'l oxirida hech kim meni aldashdi, men bilmagan edim, falonchi aka, falonchi olim, falonchi ulamo, falonchi hoji akalar aytgan edi, hamma shunday qilayotgan edi, men ham barcha qilganini takrorlagan edim, mening xabarim yo'q edi deb o'zini oqlay olmaydi. Sizga shunday javob berishadi: sening vazifang bilish edi, sening mas'uliyating izlash edi. Iqro. Onging dangasaligi sening tanloving natijasini o'zgartirmaydi. Davomi keyingi qismda.